Avstriya maktablarida 14 yoshgacha bo'lgan qizlar uchun bosh ro'mol taqiqini qabul qildi. Avstriya parlamenti payshanba kuni maktablarda 14 yoshdan kichik qizlar uchun islom an'anasiga ko'ra bosh ro'mol kiyishni taqiqlovchi qonunni katta ovoz bilan ma'qulladi. Bu qaror jamoatchilikda keskin munozaralarga sabab bo'lmoqda. Parlament qaroriga ko'ra 14 yoshga to'lmagan qizlar maktablarda bosh ro'mol islom an'anasiga ko'ra boshni yopuvchi, jumladan hijob va burka kabi kiyolmaydi. Bu taqiq umumiy va xususiy maktablarda ham amal qiladi. Qonunga bunga rioya qilinmasa, dastlab maktab ma'muriyati bu borada talaba va ota-onalar bilan suhbat o'tkazadi. Agar qoidaga bo'ysunilmasa, ota-onalar uchun 150 ming 800 yevrogacha jarima qo'yilishi mumkin. Hukumat bu qarorni qizlarni bo'ysundirilishidan va bosimdan himoya qilish maqsadida qabul qilganini aytmoqda. Integratsiya vaziri Claudia Plakolm bosh ro'molni bosim belgisi deb atagan. Huquq himoyachilari, jumladan Amnesty International, bu taqiqni islomga qarshi diskriminatsiya va musulmon qizlarga nisbatan noto'g'ri qarash sifatida baholagan. Ular bu qonunning jamoatda ajratish va salbiy stereotiplarni kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Avstriyada 2019-yilda shunga o'xshash taqiq joriy qilingan edi, lekin Konstitutsiya sudi uni noinsoniy va diniy erkinlikni cheklaydigan deb topib, qonuniy emas deb tan olgan edi. Fransiyada panika. Bolalar Marsel dori to'dalari zo'ravonligiga uchramoqda. Marsel shahrida dori savdosi bilan bog'liq zo'ravonlik darajasi keskin oshib, bu zo'ravonlikda bola o'smirlar ham qurbon bo'lmoqda. Bu holat jamoatchilikda chuqur xavotir uyg'otdi. Marselda dori savdosi to'dalari o'rtasidagi janjallar tobora keskin tus olmoqda. Guruhlar ko'pincha qurollangan holda bir-biriga qarshi kurashadi va janglar tobora chalkashib bormoqda. Ko'plab o'smirlar ba'zan majburan yoki yolg'on va'da bilan dori faoliyatida nazoratchi, yetkazuvchi yoki boshqa rollarga tortilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tmishda dori savdosida qatnashgan yoshlar soni so'nggi 8 yil ichida 4 barobar oshgan. To'dalar yoshlarni jalb qilish uchun TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda kuni kecha dori sotish va ish takliflari bilan videolar tarqatmoqda. Politsiya shahar bo'ylab bombardiment rejimidagi tezkor operatsiyalarini olib bormoqda. Dori savdosi nuqtalarini buzish, ko'plab odamlarni hibsga olish va giyohvandlar vositalarini musodara qilmoqda. Huquq himoyachilari, advokatlar va siyosatchilar bu zo'ravonlik panika, ya'ni odamlar orasida butunlay qo'rqinchli muhit yuzaga keltirayotganini aytmoqda. Siyosiy va sport yangiliklarini biz bilan kuzating.